Dadasi. Do'cha deydimi xotin? Qarab bir kosa terdim, hozir tuz bilan kayf qilib yeyman. Katmat odam pisa yeysiz shuni. Ishing bo'lmas, ana shunday yasim kelayotir. Unda ko'proq yeng. Qaymay, bir ichki ketma bo'ling. Yaxshi bo'ldi, ichki ketma bo'lsam ishing bo'lmasin san. Dadasi, bir kosa do'chani yeb tiqilmadingizmi? Xotin ana shermacha tiqildi. Mang, suv iching unda. Rahmat xotin. Yomon mehribonsan. Madina chona Do'cha nimaga yedim ha? Dadasi, ko'rpa cholib qayerga ketapsiz? Shu tuvalet yonga bitta joy tashab yotmasam, ichim yomon ketib, tirriq bo'laman xotin. Ajab bo'libdi. Bizi bir kosa do'chani yeydi, tirriq bo'lib ko'tin osmonga qarab yeb yotadi. Boshqalari eri qo'sha mashina olmaydi. Yemang dedim, mana sizga shuni. Xotin, hozir mashina problemasi bo'lib turgan yo'q, mashina olish qiyin emas, tushundingmi? Boshlang'ich to'lovlarsiz, kafillarsiz, garovlarsiz, bitta pasport evaziga 1 yildan 5 yilgacha xohlagan turdagi mashinani olishing mumkin. Dreamcar firmasidan. Bosh ofis Toshkentda. Hozir ana bundan qutulib olay, keyin mashina olaveramiz. Unda zirakanki dadasi, bemalol yotib bering. Dadasi suriling qani suriling. Ha xotin, nima bo'ldi? Voy, men sizda qo'lim do'chani yegandim. Tirriq bo'ldim. Yotqay keyin xotin. Darun dunyo